O'rtoq, bilasanmi, asli qizlar nimaga bolalar bilan gaplashadi? Vaqt o'tkazish uchun yoki yigitini sog'ish uchun emas. Ko'p hollarda uydagilardan yetarlicha mehr-e'tibor ololmagan payt va kimgadir ishonib ko'nglini ocha olmagan payt hayotiga kimdir kiradi, seni yaxshi ko'raman, sen bilan oxirigacha boraman, sensiz yashay olmayman, hamma tashlab ketsa ham men seni tashlab ketmayman degan gapiga ishonadi. Meni ham kimdir yaxshi ko'rar ekan, meni borimcha qabul qilar ekan, mehr-e'tibor berar ekan deb o'sha boladan shularni kutib gaplashadi. Va u bola uchun qo'lidan kelgan hamma narsani qiladi. Mehr, e'tibor, hatto xiyonatini kechiradigan darajada sevadi. Lekin o'zimizga o'rgatib qo'yganimizdan keyin, o'zimizniki qilganimizdan keyin u qizni qadriga yetmaymiz. Ko'p mehr-e'tibor bersa, bizga zor deb o'ylaymiz. Bu noto'g'ri. Yaxshisini topaman deb yaxshirog'ini yo'qotib qo'ymaylik. Ishontirdikmi? Va'damizda turaylik.